Hammaga assalomu alaykum. Ravshanbek Ibrohimov kanaliga xush kelibsiz. Bu videomizda biz qanday qilib eski kanal va guruhlarni yoki o'chib ketgan kanal va guruhlarni qaytarish haqida gaplashamiz. Bu haqda kanalimga video joylaganman. Mana ko'rishingiz mumkin. Mana shu videoda to'liq ko'rsatib o'tganman, lekin juda ham ko'p savollar va xabarlarga binoan yana shu haqda video chiqarishga qaror qildim. Xullas bizga mana shu bot kerak bo'ladi. Ya'ni bu botni ko'rsatib o'tganman, o'tgan videoda ham. Ko'pchilikda bor, ya'ni kanallar ro'yxatini ko'rsatib beradi. Endi videoni oxirigacha ko'ringlar, barcha savollarga javob berib o'taman bu ma'lumotlarni tushuntirib o'taman. Birinchi bo'limda men admin bo'lgan kanallar ro'yxati, ya'ni bu o'chib ketgan emas, hozir admin bo'lgan kanallar ro'yxati kiradi mana. Xullas keyingi bo'lim bu men admin bo'lgan guruhlar ro'yxati. Ya'ni siz qaysi guruhlarga admin bo'lsangiz, o'shalar hammasini ko'rsatib beradi. Endi mana bu ikkita bo'lim mening kanallarim ro'yxati, mening guruhlarim ro'yxati deganda umumiy chiqarib beradi. Ya'ni agar siz kanalingiz o'chib ketgan bo'lsa yoki guruhingiz o'chib ketgan bo'lsa, mana shuni chiqarib beradi. Ya'ni mening guruhlarimda mana bu yerda mana juda ham ko'p guruhlar o'chib ketgan. Bularni qaytarishni ko'pini iloji bor, ko'pini iloji yo'q. Hop, masalan, misol uchun mana buni yuborish qilib ko'raman. Mana shu holatda qotib qoldi. Buni bizga yuborgani yo'q. Ya'ni mana bu kabi xabar kelishi kerak edi shu kanal nomi bilan. Kirganimizda o'sha guruh kirish kerak edi. Masalan, mana bunga kirsak, mana xuddi shu holatda kiradi. Xo'p, endi agar bu ro'yxatda chiqmasa yoki mana shu holatda sizda qotib qolsa nima qilish kerak yoki qaytarib bo'ladimi degan savol. Yo'q, qaytarib bo'lmaydi. Chunki buni hozir bitta guruhda misolda ko'rsatib beraman yoki kanalni misolda. Agar siz guruhlarni o'chirib yuborganingizdan keyin Telegram'ingizni deleted account qilgan bo'lsangiz yoki o'chirib yuborgan bo'lsangiz, o'sha Telegram tarafidan akkauntingiz o'chib ketib yoki yana qaytarib akkauntingizni ochib tiklab olgan bo'lsangiz, bundagina kanallaringiz to'liq o'chib ketgan bo'ladi. Yana mana bu mening kanalim. Kanalga kiraman va qalamchani bosaman va pastda mana kanalni o'chirish degan narsa turibdi. Shuni o'chirishni bossam, kanal to'liq hammadan o'chib ketadi. Butunlay Telegramdan yo'qolib ketadi. Agar siz ham mana shu holatda, mana shunday tarzda kanalingizni o'chirgan bo'lsangiz yoki guruhingizni o'chirgan bo'lsangiz, bu holatda qaytarib bo'lmaydi. Umuman qaytarishning iloji yo'q. Yoki kanalni maxfiy qilib turib, ya'ni maxfiy havola beradi, yoki guruhni maxfiy qilib turib o'chirib yuborsangiz, uni ham qaytarib bo'lmaydi. Boshqa holatda mana shu bot orqali hamma kanallaringizni qaytarib bo'ladi. Mana bu guruhlarim ro'yxatida chiqadi, lekin qaytara olmaysiz. Yoki Telegram qo'llab-quvvatlashga murojaat qilasiz. Qaytarib bo'lsa, bo'lmasa umuman qaytarishning iloji yo'q. Demak, bu videomiz mana shundan iborat edi. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Kerakli ma'lumotlarni berdik deb o'ylayman.